qanaqa insonsizlar o'zi, ba'zilarga aytaman-da. Namoz o'qimasang ishing chatoq, sen qanaqa musulmonsan desangiz, ustingizdan yozib siz bilan janjallashadi. Har inson ke namozga tahorat qilib shunaqa jahling chiqarkan. Kim qanaqa insonsan? Namoz o'qimasang kofir yo rasvosan desangiz xafa bo'ladi. Ha, o'qi namoz xafa bo'lsang desangiz yo unga unamaydi. Yo Rabbim, yur ana Alloh taolo kofirlarni aytib qo'yibdi. Qulog'i kar, qalbi muhrlangan, ko'zi ko'r. Haqiqatni ko'rmaydi, qulog'ini eshitmaydi, qalbini zang muhrlab olingan. Yuraver o'shandoq bo'lib. Namoz o'qimasin-da janoza unga o'qilsin. Namoz o'qimasin-da u men musulmon deb da'vo qilsin. Azon etilganda masjiddan chiqib ketadi. Umrida bir marta kirib, men bu yerda o'tirib boshi sajdaga tegmagan. Qo'y bizni o'z holimizga. Musulmon bo'lsang, mana musulmonlar o'tiribdi men bu yerda. Ko'rinmaysan masjidda, namozda. Yana domlalarga yig'inlarda namoz o'qimagan bunaqa debsiz, ha? Shunaqa ekansan, kir masjidga kel, namoz o'qi. Namoz o'qimaydi. Namoz o'qimagan gunoh desangiz sakraydi. U domlalarning gapimi? Alloh bilan Muhammad Rasulullohning gapi. Ana shularda oyatlarga, hadislarga g'azabi keladiganlar. Alloh bir kuni shundoq o'zini tanitib qo'yadi, unda kech bo'ladi. Panjarani ichida Allohni eslagandan panjaraga kirmasdan eslagan afzal. Panjarani ichiga kirib bo'lgandan keyin yig'lab Xudo degandan undan oldin yig'lab Xudo deng. O'lmasdan turib Alloh deng, namoz o'qib qoling. O'lgandan keyin foydasi yo'q.